Mutanabbiyning juda ko'p baytlari, she'rlari, qasidalari arab xalqining, arab she'riyatining durdona asarlari hisoblanadi. Shulardan biri va harraqalboh deb, mana bu Sayfuddavla bilan oralariga sovuqchilik tushgan vaqtda unga atab yozgan bir qasidasi. Va harraqalboh deb boshlanadi. Shunda aytadi, bir misra tanishamiz. Oldin ham bir do'st haqidagi misrasini o'qigandik shu qasidadan. Yana bir misra o'qiymiz. Va man tifa'u akhid dunya binazirihi idza stawat indahu al-anwar wal-zulamu. Ya'ni siz insonni ajrata olmayapsiz, odamni ajrata olmayapsiz. Do'st kim, dushman kim? Dunyoga kelgan dunyo egasini, ya'ni insonni nozir ko'z etdi. Insonni ko'zidan nima manfaat bor? Uni oldida u uchun nurlar bilan zulmatlar, nur bilan zulmat bir xil bo'ladigan bo'lsa, ko'z nur bilan zulmatni ajrata olmasa, u ko'zdan nima foyda? Qalb, farosat yaxshi bilan yomonni, do'st bilan dushmanni ajrata olmasa, insonni aqlidan nima foyda demoqchi bo'lyapti Mutanabbi.